Yaxshi kelib oldinglarmi? Qo'shni, eshiklarni ochib qo'yibsiz-ku. Ovqat kuyib ketyapti, ovqatni qarang. Qo'shni ham eshigini ochib, bu 3-chi etajdagi qo'shnilar juda ham bir-biriga mehribon azizlarim. Bugun Qurmanjandat ko'chasida, Zamzamda ro'parasida 3-qavatdan 2 xonadan iborat chiroyli kvartiramiz sotilyapti. Azizlar, kirganinglarda mana xo'l, qaranglar, xo'l ham bir o'zicha katta. Qo'ldan kirganinglarda 10 tomoninglarda ko'pchilik buni kuxnya qiladi ekan. O'zi meni tanishlarim ko'rganman. Buni spalniya qilib olishgan. Bu spalniyadan shunday chiqasizda sanuzulga kirasiz. Keyin bizga ikkita katta zallarimiz bo'lyapti. 65 kvadrat azizlarim. Bu bitta xonamiz bo'lyapti. Boya aytganimdek, xohlasanglar spalniya qilib qo'yinglar. Xohlasanglar zal qilib qo'yinglar. Ko'ryapsizlar, bitta oqartirsanglar bo'ldi. Suv oqlarigacha bo'lgan. Eshik domlari qo'yilgan. 65 kvadrat 2 xona, katta xonasi bor azizlarim. 3 xona qilib olsanglar ham bo'ladi. Kirganda ko'rsatdim. Bu zalni kattaligini qaranglar. Bu zal emas azizlarim. Tennisli zal bo'ladi-ku, 20 ga 20 bo'libchi. Shunaqa katta zalimiz ham bor ekan. Bu mehmonxonamiz azizlar. 65 kvadratimizda gazlar kelgan. Ko'ryapsiz. Montajlar polni bo'lgan, elektr montajlar. Kirasiz, bitta vodomesonga qilib ovqatlanasiz, yasha olasiz. Pulini aytsam azizlarim, sizlarga bu Aksaray qurgan domdan $900 kvartira topa olmaysizlar. $900 mana qo'shnilar ham eshitsin, $900 koridorda aytyapman. Yana ozgina kami bor. 3 xona bo'lyapti azizlarim, 65 kvadrat. 3-qavat bo'lyapti. Bunga lifti ham keragi yo'q ekan. Azizlar, bu $900lik yaxshi lokatsiyadagi domimizning nomerlarini yozinglar. 554 bilan 66 67 67 bu o'zimning nomerim. Qaytaraman, 554 bilan 66 67 67 telefon qilasizlar. Kelishinglardan jicha oldinroq men kelaman, o'zim sizlarga ko'rsataman azizlar. Azizlar, bu chiroyli domimizning adreslari Qirg'iziston O'sh shahri. Shu hamma bilgan mana bu yangi asfalt bo'lgan Qurmanjandatga ko'chamiz azizlar. Mana Zamzam Targoviy sentr Zamzam bor, bu yerda supermarket shuni ro'parasida bo'lyapti. Agar siz Do'stlik tomondan kelaman desangiz, mana Go'rgayi tomondan, Tabaka sentrlardan o'tib, 10 tomoningizga qarab kela olasiz. Mana gastitsalarga qarab ketayotganingizda qaranglar, domni bir o'zingizlar e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli dom, xudo xolasa. Bitikda odamlar уже kelib yashashyapti ekan ham, juda ham zo'r narx qo'ydi azizlarim. $900 dan yana ozgina kami bor.